Rahmatulloyev Donyorbek, Namangan viloyati Pop tumani Bog'i Shamom Nafayda istiqomat qilaman va shu yerda men shu avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi yo'qligi uchun men shunaqa ustaxona tashkil etganman. O'zim bilan birgalikda yana 3 ta yoshni o'zi ish bilan ta'minlayapman. Avtomobillarga xizmat ko'rsatish maqsadimiz bitta bizga svarka, kuzov vakuum ishlarini olib boramiz. Bundan oldin biz shu migratsiya sohasida Rossiya davlatiga borib ishlab yurgandim. Endi ko'p qatnadim, 4-5 yil ham bo'lib qoldi. Endi musofirchilikda o'zgina oiladan yiroqda, o'zgina qiyinchiliklari bor. Keyin o'sha bizni Bog' Shamol yetakchilar menga shu chaqirdida, shunaqa prezidentimizning qarori bilan yoshlarga imtiyozli kreditlar ajratyapti. O'zingni o'sha vataningda, oilangning oldida shunga bir nima qil degandi. Men borib birgalikda Aloqa bankdan 50 million kredit mablag'ini olib, shu avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish sohasini boshladim. Mana endi hozir yaxshi, ota-onamning davrida kunduzi kelamiz, ishlaymiz, ishimizni qilib, kechqurun oila davriga yana borib, issiq uyimizda maza qilib birgalikda oilamiz bilan, ota-onam bilan o'tiramiz. Mendan tashqari yana o'sha 3 ta chetga chiqib boradigan yo'q, boshqa bolam endi biz bilan shu yerda ishlayapti. Shu prezidentimizga avvalambor katta rahmat deymiz. Shu yoshlarni qo'llab-quvvatlab, yoshlarga shunaqa imtiyozlar ajratilyapti. Endi nima bo'lsa ham vatanga ishlaydiganga hech nima yetmaydi. O'zingning vataning nima bo'lsa ham o'zingning uying yaxshi.